farzandni tarbiyasini chiroyli qilgan ota-onaga Alloh taolo oxiratdan avval dunyoda o'zida ham mukofot berib qo'yadi. Robbana hablana min azwajina va zurriyatina qurrata a'yun. Parvardigor, o'zing bizlarga jufti halollarimizdan va zurriyotlarimizdan shod-u xurramlikni ato etgin. Ayolidan, farzandidan inson qachon shod-u xurram bo'ladi? Qachon ularni ko'rganda ko'zi quvonadi? Qachonki tarbiyasini zo'r qilgan bo'lsa, yoshligida parvarishini zo'r qilgan bo'lsa, halol yegizgan bo'lsa, Allohni tanitib, bolasini haqlarini bergan bo'lsa, bu bola katta bo'lganda albatta ota-onasining ko'zini quvontiradi. Undan tashqari qaysi ota o'lmaydi bilasizlarmi? Bir otaki uni farzandi shu ota xohlaganda odam bo'ldi. Ota bolasini qanaqa bo'lishini xohlovdi. Bola shunaqa bo'lib yetishdi. Mana shu ota o'lmas ekan. Shuning uchun farzandlarini tarbiyasini zo'r qilgan ota o'lganda ham savob amallari tirik bo'ladi. Ayrim odamga bolangiz yaxshi inson bo'pti, tarbiya qilganingizga Alloh rozi bo'lsin, solih farzand boqibsiz desa, bu ota uchun dunyodagi eng